Assalomu alaykum, qadrli tinglovchilar. Kanalimizga xush kelibsiz. Yana sizlarga chiroyli rivoyatlar bilan xonadoningiz mehmoni bo'lib turibmiz. Keling, bugun erni er qiladigan ham xotin, qaro yer qiladigan ham xotin degan bir hikmatning, maqolning mohiyatini bir rivoyat misolida tushuntirib berishga harakat qilamiz. Burungi zamonda bir badavlat boy inson bo'lgan ekan. Boyning ikkita xotini bo'lgan ekan. U uchinchi xotinni ham olibdi. Lekin boyning bir xarakteri bor ekanki, xotinlarini nazar pisand qilmaydi. Kirib kelganida, tekinxo'rlar, yalqovlar, ishyoqmaslar, o'tiribsizlarmi deb baqirganida ayollar o'zini qo'ygani joy topolmay qolayotganda har kuni shu ahvol takrorlanaverar ekan. U boy shu xotinlarini shunday qilib bir haqorat qilib qo'lga olish uchunmikan, shunday doim shu gaplarni takrorlar ekan. Yangi tushgan kelinchak, ya'ni uchinchi xotin bu gapni hazm qila olmabdi. Oxiri bir kuni boyga aytibdi. Boy ota, nega bizni haqorat qilasiz? Nega tekinxo'r deysiz? Ishyoqmas deysiz? Dankasa deysiz? Axir masalan men debdi-da u. Har qanday erkakni, u oddiy kambag'al bo'lishidan qat'iy nazar, har qanday erkakni xuddi sizday va sizdan kattaroq boy qilib yuborishga qurbim yetadigan ayolman debdi. Boyni hamiyatiga tepdi bu gap. Aytdiki, "Ey, sen nima deyapsan? Ko'ramiz seni" debdi. "Mana hozir seni men 3 taloq deyman" debdi. 3 taloq debdi va uni javobini beribdi. "Bor, chiqib ket. Qani, kimni boy qila olar ekansan? Kelasan, yig'lab kelasan yana 1-2 kundan keyin qornim ochdi" deb uydan haydab yuboribdi. U tugunini olib 3-chi xotin chiqib ketdi. Yo'l yuribdi, yo'l yursa ham mo'l yuribdi. Oxiri shu bir qishloqqa yetib boribdi. O'sha qishloqdagi odamlardan shu joyning eng kambag'al odami kim degan ekan, bir yigit bor. Ustilari ochilib yotgan bir chordivorda yashaydi. Har kuni daladan o'tin terib kelib, bozorga sotib, o'shanga tirikchilik qiladi debdi. O'sha yigitning manzilini olib, uni yoniga boribdi. Va siz bugun 2 hissa o'tin terib keling. Uni bir qismiga oziq-ovqat, bir qismiga menga ip olib keling. Mato olib keling. O'shanga men nimadir tikaman va uni beraman, bozorga olib chiqib sotasiz debdi. Yigit uning gapiga ko'nibdi. 2 hissa o'tin terib ketdi. Bir hissasiga oziq-ovqat, ikkinchisiga ayolga mato, alqir iplar olib ketdi. U tikib bozorga olib chiqqan ekan. Uni mahsuloti xaridorgir bo'lib, sotib pul olib kelaveribdi. Yana sotilgan mahsulot puliga yana mahsulot olib ketdi va shu tariqa o'tin terib kelishga hojat qolmabdi. Ya'ni ayolni qo'l mehnati bilan kelayotgan tikish bitishlar, ya'ni matolar, kashtalar bozorda xaridorgir bo'libdi. Shu tariqa ular uyini sozlab olishibdi, chiroyli qilishibdi, suvashibdi, devor qilishibdi, bog'lar yaratishibdi. Bozorda o'zlarini savdo do'konini ochibdi, rastalarini ochibdi. Ayol kasanachilik qilib, matolarini qishloqdagi ayollarga berib, ulardan sotib olib, bozorga o'zini savdo do'koniga chiqara boshlabdi. Shu tariqa bir juda katta, yaxshi boy xonadonga aylanibdi. Yigit ham boylar safiga qo'shilibdi. Shu tariqa bir kuni u xo'jayiniga aytdiki, bir shuncha badavlat bo'ldik,
mol dunyoli bo'ldik. Keling bir shu boy odamlarga bir ziyofat beraylik debdi. Shunda mayli debdi eri. Ular hamma shu atrofdagi badavlat odamlarni ziyofatga chaqiribdi. Haynohay u ayol falon qishloqda bir faloncha boy bor deb o'zini sobiq yerini aytdi. Shuni ham albatta ayting kelsin debdi. Keyin hamma boylar kelib uni mehmonxonasiga kirayotganda u o'zini sobiq erini kelayotganini ko'rib qolibdi va yoniga peshvoz chiqibdi. Assalomu alaykum boy ota debdi. Va alaykum assalom. Sizmisiz debdi-da kirib ketdi. Keyin u surishtirgan ekan, shu eng bir kambag'al yigitni shunday badavlat qildi shu ayol degan gapni eshitibdi va yerga qarab yuzi qizarib ketdi. Va erni er qiladigan ham xotin degan maqolning mohiyatini u shu yerda tushunib ichida bir takrorlab qo'ygan ekan. Mana azizlar, maqolning mohiyatini siz anglab yetdingiz. Demak, har qanday ayolda erini er qiladigan, erini boy qiladigan, erini el yurt oldida obro' e'tiborli qiladigan ayollarimiz nihoyatda ko'p. Shunday ayollarimiz bor bo'lsin, ular farzandlarini tarbiyalab, elda katta obro' e'tibor topsin. Salomat bo'ling, kelgusi ko'rsatuvlarda uchrashguncha.